Hurmatli mehmonlar, demak biz davom etamiz. Aynan mehmonlarimiz tomon izlanish maqsadlarimiz. Lutfan mikrofon qarshisiga Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyati qo'l jangi federatsiyasi rahbari o'rinbosari Mamaraimov Nuriddin Ravshanovich taklif qilish maqsadimiz va iliq istaklar, niyatlarni qabul qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, hurmatli murabbiylar va yosh sportchilar, bugungi turnirda qatnashtiruvchilari. Biz bugungi uyushtirilgan turnirda biz ham o'z jamoamiz bilan birga qatnashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Biz o'z jamoamiz bilan birga kelgusi shunday turnirlarda O'zbekiston Respublikasi qo'l jangi federatsiyasi bilan yaqindan ish olib borishga tayyormiz. Yana bugungi shu turnirda uyushtiruvchisi Bandera Open rahbari Jamshid aka Umarovga, Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyati qo'l jangi rahbari Mamaraimov Zafarjon Ravshanovich nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Alohida mehmonlarimiz tomonidan sovg'alar taqdim etilmoqda. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz, hurmatli mehmonlar. Tashakkurlarimiz. Aynan hamkorlik yanada abadiy bo'lsin deymiz. Aziz mehmonlarimiz, biz mana shunaqa yuqori kayfiyatda davom etmoqdamiz va biz aynan barchaga a'lo kayfiyat hamrohligini tilab qolamiz.